Yaxşımısınızlar, mən Danvar Şakaş. Biz bugün Şanxaydakı Şinyanxan nima xizmat qiladigan 4-chi qismiga keldik. Bugun biz tunji bizning qiz mehmonni taklif qildik. Bizning g'aribcha pishliqlar sahasida ishlaydigan Aysha. Qani o'zingiz bir tanishtirasiz? Yaxşımısınızlar dostlar. Ben Ayşe. Özüm 2016 yılı 9 ayda Şanxayga kelgan. Ta hozirgacha 7 yilga qadam qo'yibdim. Özüm 2016 yılı Landay pishiriq maktabini o'qish bitirib, hozirgi kasbim bo'lsa Shanxay Jiumeng Sanyin Youshan Guanli Gongsi Zhongmendian Zhongjian. Sizlar bilan ko'rishganimdan nihoyat xursandman. Siz bayan o'zingizni Landay maktabini bitirdiingiz. Mening bilishimcha pishiriq sahasida eng davom maktabning birisi bu. Mush bizga tushunib qaraysiz, qaysi maktab shu? Fago Landay bo'lsa, bu 1895 yılı Fransiyada qurilgan. Hozirga qadar 127 yılga tarixga to'lgan shu pishiriq sohasida kasbiy yuqori bo'lgan kuchlik maktablarning qatorida. Unda yillik qarorlarni o'qish qanday maktabni? 2016 yılı ben dastlabki qadamda vaqtda 2015 yılı kirganman shu dastlabki qarorda men 140 ming 140 ming bir yil. Oy, 140 ming o'qish bo'lgan. Hozirgi qadamda bo'lsa, shu 9-ay 2000 Landayning eng yangi o'qish puli bo'lsa 310 ming 30 300 o'qish puli ham 310 ming bir yilda. Oy, o'rta maktabkan bu. Undan qaraganda bu maktabni o'qish oson ish emas-ku. Men eng qiziqligim shu Shanxayda o'sha g'aribchi pishiriqlar endi shu Tiandian deymiz-ku. Shunaqa yangi maktab turib, yangi xizmat tushgan Shoto'dan boshlaysiz aslında bilishimcha. Bu Shoto boshlagan vaqtda kirim qancha qildimsiz? Kasbni siz tanlagan vaqtingizda siz o'zini o'zida men pul topaymi yoki mana shu kasbni haqiqiy shu o'zimning kasbiy kiyinligimni o'ylaymi degan ikki nuqtada turib topsiz. Ya'ni bundan agarda men maoshim yuqori chiqdi degan maqsadni o'ylasangiz, buningda shaxsiy tipdagi to'rtxonalarda ishlagan vaqtingizda sizning maoshingiz 6 ming yuandan 7 ming yuan atrofida chiqadi. Evet, yangi kirgan vaqtda. 5,5 ming yuandan 7 ming yuangacha normal. Ondan başqa men shu xizmatni men o'rganishni maqsad qilgan bo'lsangiz, Michelin yoki bo'lmasa Jordan xarakterlik cho'ng kurslarga kirib ishlab, o'zingizga tajriba to'plagandan keyin sizni o'zingizning kasbini keyinligingizni o'ylagan vaqtingizda balkim bu kasbning maoshi sal tuvarroq chiqadi. Jordanlarga kirib ishlasangiz, balkim buningda 8 soatlik xizmat tuzumida haftada şu 5 gün işleysiz, ondan başqa şu maaşınız 5 mingdan 6,5 ming atrofida chiqadi. Siz bayan ikki xil usullarni boshda pul tepish uchun yoki o'rganish uchun. Bundan so'ng shu ikki xil yo'lni tanlaganlar 5 yil atrofida Shanxay taraqqiy qilsa, 5 yildagi qancha kirimga ega bo'ladigan bo'ldi? Buningda oldi bilan shu sizning kasbiy ixtiyoringiz asos qilinadi. Agarda siz burunda deb bir kichik korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, balkim sizning maoshingiz 5 yildan keyinmi bek cho'ng o'zgarish olmaydi. Chunki sizning o'rganganingiz kichik tipdagi korxonalar qabul qilayotgan championlar masalan. Jordan'da ishlagan bo'lsangiz, balkim 5 yil jarayonida siz Zhongjian yoki bo'lmasa Zhuchu o vaqtda sizning az maoshingiz eng az bo'lganda 15 ming. Oyligingiz 15 ming. 15 ming atrofida chiqadi. Ondan başqa agarda siz bu 5 yillik tarixga ega bo'lgan bir ustoz, agar o'zingiz o'z oldingizga do'kon ochgan bo'lsangiz va yoki netixoniya bilan shug'ullangan bo'lsangiz, o'zingizni ko'ryapsiz, bu meshurchi bo'ladimi? Nihoyatda ko'p. To'g'ri. Ya'ni funksiyalari yuqori bo'lgan olqishlarga erishishli. Bularning kirimimi nurg'unlagan kirimlarni yaratadi. Siz bayan aytdingiz, keyin o'zi do'koningiz balkim texnik yaxshi kirim qildi. Undaqda meni qiziqarligim shu Shanxayda 4-5 yil ishlatilgan bak cho'm emas. Mana bir to'txona yoki bo'lsa g'aribcha pishiriqlar sotadigan bir do'kon bo'lsa, kundalik savdosi qancha katta bo'ladi? Buningda
odatdagi o'rta tipdagi korxonalar ikki turkumga bo'linadi. Yana birisi odatda ma'lumki Chiegonslar, yani Balibetian, şirketlashgan, tezlashgan. Barshudu deganga o'xshash mana shirkatlashgan. Ularning nurg'unlagan mahsulotlari asosan Juyang Chufangdan keldi. Shunga ular mindenda asosiyatdan 4-5 odamdan bo'lib shu Shenchang, Byohua qiplam bo'lsa, odatda ularning do'konida bakjiq odamlar ketmaydi. Ularning asosli kunlik kirimi haftaning biridan haftaning 5gacha 50 mingdan 70 ming atrofida. Kunlik savdosi. Çünkü ular Paulyanmağda emasmi? Ondan başqa haftaning 6, haftaning 7si odatdagi yığının Yibei Daoliangbei. İşki şəhərsədə 100 min işki şəhərlə bir kunlik savdosi. 100 neçə min? 150 min atrofida. Onda olsa uğur dizmək adətdə özləri ayrılmasam bizlərə sıfan hepsilər. Bunlar da qalır. Bax, odatdagi sıfanlarning rinshiyoni asos qildim. Odatda sizning do'koningizda bir odam bo'lgan bo'lsa, bir odamning kishilik beshi yaratgan qiymati 2000 yuandan 3000 yuan atrofida yaratgan qiymat bo'lsa, bu do'kon normal hisoblanadi. Yaratgan qiymat yani setilishi miqdori degan gapmi? Bizning ko'rmalarimiz haqida ba'zidir shu pishiriq sohasida qiziqilgan ko'rmalarimiz bor. Agar shu bir odam shu keyin men shu pishiriqchi bo'laman, shu sohada qiziqaman deb o'ylasa, qanday tayyorgarlik qilish kerak? Ikki jihatdan tayyorgarlik qilish kerak. Nimaga endi? Bu bir fuxangyi. Eng dastlabki, yani shu to'yini shogirdlikdan siz cho'ng usti bo'lib bo'lg'uchi bo'lgan bu bir jafoliq bo'lgan bir jarayon. Balkim sizning eng dastlabda sizning qizg'inlik, o'tdek ishtiyoq bilan bu kasbga kirib, balkim shu o'rinda balkim qoch quchularni yuyib, xo'chularda jafoliq bo'lgan ishlarni qilishingiz mumkin. Xizmat vaqtimiz uzun, 10 soat yürütürüp işleydiğen şu an şu japağı çıdaş royu çokum buluş gerek. Ondan başka sizde muş kesip bo'lgan o tek bir iştiyak buluş gerek. Yine birge bu kesipni şu tuğlağı nispeten dastlabki mezgilde maaşı bir kadar tüven. Ustaz derecesi yetip bo'lgan dastlabki 2 yil vaqt japalık bo'lgan vaqt. Şoňlaşqa şu kesipni tanlaşdan burun men şu 2 yıllık jarayonni başdan keçiremden degan bolganmış tayyorliklarga üzüdüm bir. Çünkü bu özü itip da xoşallyk tapganda resmi işleşen iki qumda bu. Başta buldu. Agar bizim Şanxaydaki şu görmeler agar sizden aytgan şu tortlaryňyz bir yigisi bolsa, qanday buni zakaz qiladi? Hazır bizning şirketning Xiaochengxu, ondan başqa Dazhongdianping, Meituan, Douyin qatarlıq nurg'unlagan shu suplarda o'zining maxsus suplari bor. Yoki bo'lmasa bizning menga ayrim uchur qilsimi va yoki bizning shu shirkatni shu suplarga ismini kirgizish orqali vosita buyursin bo'ldi. Biz emas bilmez bu amaliyotda Şanxayda noldan başlap bir qilib buni bitirib oson ish emas ekan. Nasıl Şanxaydagi shu necha yil jarayonida siz eng qiyin deb o'ylangan ish nima? Siz yo'liqqan eng qiyin masala nima bo'lib qoldi? Bunda qaraysiz. Eng qiyin masala. Eng qiyin masala buni kelganda menamdi. 2016-yil keldim. O'zingiz dedingiz, bayon deb o'tgandek, eng avvalgi masala bo'lsa, shu o'qish haqqi, yuqori baho o'qish haqqi. Çünkü ben aynı vaqtda endi shu 40 mingdek pul bilan kelgan Shanxayga. Shuni mening o'ylaganimda bir 20 ming atrofidagi maktablarni o'ylagandim, lekin shu Shanxaydan shunchalik yiroq yerdan kelganga tushdim, Shanxayga shu vaqtda 140 ming yuan pul topshirishdan tez bo'ldi. Lekin shu mening eng hozir o'ylasam mening eng ig'ir kelgani mana pulning masalasi bo'lmasdan nurg'unlagan shu til bilmaslik. Chunki bizning maktabning o'qituvchilarining hammasi fransiyalik o'qituvchilar. Dars so'zlaganda bo'lsa, hammasi shu fransuz tilini asos qilib turib so'zlaydi. O'qituvchilar fransuz tilini asos qilib turib so'zlab, yordamchi o'qituvchilar bo'lsa, xanzuz tiliga tarjima qilib qo'ygan asosda bizga shu darslarni tushuntirib, mashg'ulot qiladi. Shu vaqtlarda menga eng tez kelgani bo'lsa, nurg'unlagan materiallarni
Mən Şinjandakı vaxtımda bolsa, mən körəp baxış emas, anlatma baxmağa, nurg'unlagan qo'shilgan kişiliklar mesela. Masalan, maayetdi Xisumo deymiz, Ögen deymiz, odatda Valina deymiz, shunga o'xshash. Ular odatdagi turmushida naayetdi normal bütün tamlarga ishlatilgan shu materiallarni odatda men bilmayman-da. Şu an muşu cəhətlərdə bolsun. Ondan başqa muşu hər aylıq şu turmuş pulunu qandaq tepiş, ondan başqa məktəbdəki oxuş pulunu qandaq vaxtda tapşırış degənə oxşaş. Muşular naayetdi qiyin bolğan məsələdir. Ondan sonra muş qiyinçiliklar uçurğan vaqtlarda bunu qanday hal qildingiz o çağda? Avval mən hal qıldığım birinci məsələ bolsa oxuş pulu emasmı? Bunun da 140 min 40 min yuanni mən naqd tapşırdım. Ondan başqa 20 min yuanni yaqinlar ötünü vergan bo'ldi. Ondan başqa 30 min yuan 30 min yuanni Shanxaydagi bir shirkatdan taykon qildim. O'qish bilan taykon qilib o'qigan deylik. Andan keyin qolib qolgan qismini bo'lsa shu oylik ishlab, qancha qilib bir tarafdan qarz qaytarishdan birga, bir tarafdan shu maktabga o'qish puli to'lab, shu holatda qaytardim. Dastlab kelgan vaqtlarimda bizning o'qish soati soat 9 dan 5gacha. Shundan men maktabdagi o'qituvchilarning yordamida bir xizmatga o'rlashdim. Shu vaqtda yotoq tomoqni ko'tarib 6 ming yuan maosh oldim. Shunga shu xizmatni o'qish bitirib bo'lgan araliqda shu shirkatning yotqida yetib, boshqa taom yotoq shirkatdan soat 9 dan 6gachilik maktabda o'qishib bitirsam, shu o'qisam soat 6 dan kech soat 12gachilik ishlab deganga o'xshaydi. Ertaga kech soat 9 dan 12gacha qilja patasib kelsin shu vaqtda. Ishqilib arziydi. Hozir o'ylasangiz shu vaqtdagi japalarimiz arziydi. Arziydi, haqiqatan arziydi. Bizning nurg'un o'sha Shanxayga kelishni orzu qilgan nurg'un ko'rmalarimiz bor. Ya'ni Shanxayga ishga berib ishlab baqsa qanday bo'ladi? Agar shunda o'ymalarga sizning qanday bir taklif fikrlaringiz bormi? Mening shu yurtdagi nurg'unlagan do'stlarga deydiganim, biz har vaqt, har zaman o'zimizning taxtimizni o'zimiz yarata olamiz deb o'ylayman. Bo'libmi, men o'zim deb aytsam, men dastlab Shanxayga kelgan vaqtimda mening xansayimni naiti yaxshi emas. Shu Shanxayga kelgandan ta hozirgachilik shunchalik ishlarim, shunchalik o'ngishli. Shu kasbiy jihatda bo'lsin va yoki shu xizmat ishlarim, turmush ishlarim bo'lsin, naiti o'ngishli ketib bordim. Eng oxirida mening deydiganim shu qo'rqmasdan, bel qo'ymasdan, taxmin yarimliq bo'lgan o'zinglarni yaratish uchun shu cho'ng ishlarni ko'rib, nurg'unlagan o'xshamaydigan muhitlarda o'zinglarni kuchlantirishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Unda bugungi suhbat mishayishi bo'lsin. Manba vositaklash, men aytib chiqamanlar. Biz davomli qilamiz ishga tushamiz, Shinjonlik bolalarning turmushini ziyorat qilib, har qaysi kasblarni ko'rsatib o'tamiz. Xayr xo'sh, kulaysan. Xayr xo'sh.